Anam avtohalokatda oyog'i sinib, nerv tomiri uziladi. Nerv tomiri uzilgandan keyin doktorlarga ko'rsatdik, yaxshi bo'lmadi, yurolmadilar yaqinda. Keyin bir kun siqilib o'tirganimda ustozim Sabrina Tursunova kelib, "Menga shunday mahsulot bor. Borib ko'rasan, treningdan keyin vrachlarimiz bilan gaplashib ko'r" dedilar. Keyin treningga bordim, gaplashib ko'rdim. Mart oyida, fevral oyida oxirlarida eshitdim, fevral oyi, martning 7-sida mahsulot qo'lim oldim. Olgandan keyin ibermin 1-2 hafta ibermay yurdim. Keyin prosta ozgina ishonchim bo'lmagani uchun ibermay yurdim. Keyin iberdim anama. Ibergandan keyin anam ichdi. 15 kundan keyin natija ko'rdilar. Oyoqlari chiyishib, oyoqlarini qadam tashlashlari, yurishlari qiynadi. Keyin shu mahsulot ichgandan keyin to'liq avvalgi holda yuritiram bo'ldilar. Mahsuloti birinchi boshlaganda 5 kunda azonda yarim tabletkadan yarim chorakini, geshda yarim chorakini, keyin koenzim Q hashlasa kunda bir marta iste'mol etdilar. 5 kundan keyin 2 donadan ichish boshladilar. Kunda 3 litr suv ichdilar. Ishonib mahsulot olsalar bo'ladi, ta'sir etadi. Men anamda 15 kunda ta'sir natijani ko'rdim. Mahsulot ishonchli 100%. Sizlar ham tavsiya etaman.